Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, kanalimiz mijozlari. Anchadan beri YouTube kanalimizga video chiqarmayapmiz. Kommentariyada yozib tashlayapsizlar, eslicha o'qiyapman. Pastda raqamlar bor. Agar YouTube kanalimizga video chiqarmayotgan bo'lsak, o'sha raqamlarga telefon qilib, tayyor remont va birlamchi ipotekaga kvartiralarimizni xarid qilsanglar bo'ladi. Telefon qilib, Shohirjon, menga 2 xonali kvartira qilib bering, boshlanish to'lovim bor, hech qanaqa kreditim yo'q, uy olishim kerak desanglar, men sizlarga yaxshi 2 xonali yoki yaxshi 1 xonali pastroq etajdan yoki balandroq etajdan pulingizga qarab qilib beraveramiz do'stlar. Xo'p, biz hozir Sokin makon turar joy majmuasiga kelganmiz. Sergeli Bitovkada joylashgan va 5-bekat metrosiga yaqin domlarimiz. 2 xonali kvartiramizni sotuvga chiqaryapmiz. Uyimizni endi bir boshdan tanishtirib o'taman. Uyimizni maydoni 5690 kvadrat, pashti 57. Xo'p, endi bir boshdan birinchi xonamizda uyimizning spalnisi o'zini balkoni bilan birgalikda balkondan shundoq tashqariga qaraganingizda hech qanaqa domga ko'zingizlar tushmaydi. Har doim uy sotayotganda e'tibor beraman. Iloji boricha derazani oldida dom bo'lmagan uylarni sotuvga olaman. Bu uylarni nima uchun derazani ro'parasida dom bo'lmasligi kerak, chunki uyingizni emin-erkin yura olasiz. Hech kim poylab turmaydi. Endi domchilik oldingizda dom bo'lsa qarab turish ehtimoli bor. Manzaraga bitta guvoh bo'lamiz. Yoqqan bo'lsa videoga bitta like bosib, kommentariyaga oluvchi tashlab ketamiz do'stlar. Xo'p, endi esa keyingi xonalarimizni ko'zdan kechiramiz va tanishtirib o'tamiz. Xo'p, bu uyimizni zali, bilasizlar, mehmon keldi-ketdi, hamma odamlar, begona odamlar qisqasi shu yerda keladi, o'tiradi, yotadi, mana shunaqa. Kattaligiga e'tibor beringlar, yoqqan bo'lsa like bosib qo'yinglar. Xo'p, keyingi xonamiz endi xona emas, bu yoq taraf sanuzel, umumiy dushoy va umumiy hojatxonasi. Endi uyimizning yuragi, ayollarimizning shaxsiy xonasi desak bo'ladi. Oshxona. Ko'pchilik kelgan klientlarga har doim e'tibor beraman, ayniqsa ayollarga oshxonaga shundoq kirganda birinchi o'rinda kuxonniy mebelni yasash o'ylashadi. Kir mashinani qayerga qo'yish kerakligini обязательно so'rab olishadi. Chunki ertaga ham ovqat pishirishda, ham ovqatlanayotganda ovqatlanuvchi zona katta kichikligiga e'tibor berishadi. Asosiy vaqt bilasizlar oshxonada o'tadi. Uyimizda 16 qavatli domning 7-qavatida joylashgan. Uyimizni agar naqd pulga shundoq kelib xarid qilaman desangiz, $52,500 uyimizning narxi. 7-etajda joylashgan, tayyor remontli 2 xonali kvartiramiz. Agar yo'q, bitta pasportga boshlanish to'lov bilan ipotekaga xarid qilaman desangiz, uyimizni kelasiz, $24,500 boshlanish to'lov to'laysiz va oylik to'lov 4,800,000 so'mdan xarid qilishingiz mumkin. Birlamchi 18% bilan ipoteka qilib beramiz do'stlar. Pastda raqamlar bor. Yana qanaqa savolinglar bo'lsa, pastdagi kommentariyaga yozib qoldiringlar. Hammasiga javob beramiz do'stlar. Shu videoga like bosib, 2 xonali kvartira izlab yurgan tanishlarga tarqatib qo'yamiz. Charchamanglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat hammaga.